Beruniy tumanidagi 45-son umumta'lim maktabi tuman markazidan 45 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, olis hududda faoliyat yuritishga qaramay ta'lim sifati va natijalari bilan e'tiborga loyiqdir. Mazkur ta'lim muassasasida o'quv jarayonlari qozoq tilida olib boriladi. 2025-yil sentyabr oyida maktabga 12 nafar o'quvchi 1-sinfga qabul qilinib, ular uchun ilk ta'lim bosqichi boshlangan edi. Bugungi kunga kelib esa bu kichkintoylar harf tanib, savod chiqarishdi. Shu munosabat bilan 1-sinf o'quvchilari ishtirokida Alifbe bayrami tashkil etildi. Bayram tadbirini maktab direktori Shamsiya Sarsimbayeva ochib berib, o'quvchilarni ilk yutuqlari bilan tabrikladi hamda ularning kelgusidagi ta'lim yo'lida muvaffaqiyatlar tiladi. Tadbir davomida 1-sinf o'quvchilari tomonidan sahna ko'rinishlari, she'r va qo'shiqlar namoyish etildi. Mazkur tadbirga 1-sinf rahbari Qamar Habibullayeva tomonidan o'quvchilar puxta tayyorlangan bo'lib, bolalarning sahnadagi ishtiroki ularning bilimga bo'lgan qiziqishi va o'ziga bo'lgan ishonchini yaqqol namoyon etdi. Mazkur maktabda ta'lim sifatini ta'minlashda oliy, 1 va 2 toifali tajribali o'qituvchilarning hissasi katta. Ular yosh avlodni bilimli, vatanparvar va raqobatbardosh kadrlar etib tarbiyalash yo'lida fidokorona mehnat qilib kelmoqdalar. Shubhasiz, Beruniy tumanidagi ushbu olis hududda joylashgan maktab faoliyati ta'lim sohasiga bo'lgan e'tibor va yaratilayotgan imkoniyatlarning yorqin namunasidir. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Beruniyning ichindagi ne gap so'z bo'lsa, hammasi shu yerda bo'ladi. Podpiska knopkasini bosib qo'ying.